Bizlar endiki navbatda to have'da biz negativ shaklini ko'rib chiqamiz, ya'ni inkor holatlarini. Demak, birinchi holat I have not a book, ya'ni menda kitob yo'q. Bu yerda men, a book bitta kitob, not yo'q, ya'ni inkor shakli va have ega bo'lmoq. Menda bitta kitob yo'q. Ya'ni men bitta kitobga ega emasman deb tarjima qilinadi so'zma-so'z tarjima qilinganida. Va biz bu inkor holatini to do bilan bersak ham bo'ladi, chunki have ega bo'lmoq tarjima qilinyapti, ish harakat bajarilyapti, demak bu to do. Xo'p, to do bilan kelgan holatida bizda to do yordam shakli keladi doimgidek. Yordam shaklini yuqorida sizlarga aytib o'tganimizdek, yordam shaklida kelgan holatida hech qanaqangi tarjimasiga ega bo'lmaydi, lekin grammatik jihatdan o'zini o'rniga ega bo'ladi. I do not have a book. Ya'ni meni kitobim yo'q. Bu ham ikkovi ham tarjimasi bir xil. Menda kitob yo'q deb tarjima qilinadi va faqatgina berilish shakli ikki xil. Demak, bu yerda a book bitta kitob, have ega bo'lmoq, not inkor qo'shimchasi, endi do. Ya'ni hech qanaqangi tarjimaga ega bo'lmaydi, lekin gapda grammatik jihatdan o'zini o'rniga ega bo'ladi. I do not have a book. Xo'p, uchinchi shaklini ko'rib chiqamiz, ya'ni has. Has bilan berilgan shakli. She has not a book, ya'ni u qizda kitob yo'q. Demak, biz aytdik, barcha birliklarga has deb ishlatamiz dedik. Shuning uchun have o'rniga has qo'yildi. Keyingi holat she do not has a book. Shunday bo'ladimi? Yo'q. Endi biz nima dedik? Do yordamchi fe'l bo'lib kelgan shaklda agar u birlikka nisbatan ishlatilsa, fe'ldagi s qo'shimchani o'ziga magnitlik qilib tortib oladi dedik. Va natijada bizda she does not bu has olib qo'yilsa, s olib qo'yilsa bu nima bo'ladi? Have ga aylanib qoladi. She does not have a book. Ya'ni u qizda kitob yo'q. She has not a book yoki she does not have a book. O'tgan zamon shaklini ko'rib chiqamiz. Had. Ya'ni barcha olmoslar uchun biz had ishlatsak bo'ladi. O'tgan zamon shaklida, to'g'rimi? We had a new car. Ya'ni bizning yangi mashinamiz bor edi. Olgan paytimizda yangi edi degan ma'noda berilyapti. We had a new car. Va buni to do shakli bilan beradigan bo'lsak, we do not had a new car. Demak, bu yerda had nima bo'ladi? To do hadda o'tgan zamonli shaklini o'ziga tortib oladi. Natijada do'yimiz did. We did not. Endi bu o'tgan zamonli shakli ketgan bo'lsa, bu hozirgi zamonga qaytib qoladimi? We did not have a new car. Ya'ni bizda yangi mashinamiz yo'q edi. We did not have a new car. Va kelasi zamon shaklini ko'rib chiqamiz. They holatida they will not have money. Ya'ni ularda puli bo'lmaydi. Will not kelasi zamon qo'shimchasi not inkor shakli, have ega bo'lmoq, money pul. Money sanalmaydigan ot, shuning uchun unga artikel shart emas, an yoki buni oxiriga s qo'shimchasini qo'sha olmaymiz. Chunki sanalmaydigan ot. Keyingi holat question form, ya'ni savol shakli. Endi savol shaklida qanaqa bo'ladi? Azizlar, demak bizda keyingi shakli question forms, ya'ni savol shakli. Savol shaklida qanaqangi o'zgarishlarga ega bo'ladi to have? Birinchi holat demak, bizda keyingi holatimiz question forms deyiladi, ya'ni savol shakli. Savol shaklida to have qanaqangi o'zgarishlarga ega bo'ladi? Hozir ko'rib chiqamiz. Birinchisi you holatida ko'rib chiqamiz. Have you got a pen? Ya'ni ko'rib turganimizdek to have fe'li mana bu yerda turardi, shu yerdan oldinga chiqyapti. Ya'ni you have got a pen, seni ruchkang bor,
Endi buni savolga aylantirmoqchi bo'lsak, have da oldinga olib chiqib beramiz. Have you got a pen? Ya'ni seni ruchkang bormi? Xo'p, endi buni to do bilan berilgan shakli, to do bilan berilgan shakli ham xuddi o'shanday qoladi, ya'ni do oldinga chiqadi. Do you have a pen? Ya'ni seni ruchkang bormi? He shaklida ko'rib chiqsak, he ga biz has ishlatamiz va has mana bu joyda turardi, bu yerdan oldinga chiqyapti. Has he got a brother? Ya'ni uni akasi bormi? To do bilan berilgan shaklida do oldinga chiqadi, has joyda qoladi. Do he has a brother? Bu yerda to'g'rilash kerak bo'lgan joyi bor, ya'ni do yordamchi fe'l bo'lib kelgan holatida biz aytganmiz inkor va so'roq gaplarda to do yordamchi shaklini ishlatsak bo'ladi va yordamchi shakl bo'lib kelganda magnetik xususiyati bilan bu fe'lda s qo'shimchasini o'ziga tortib oladi. Ya'ni do doesga aylanadi va has endi bu yerda have bo'lib qoladi. Does he have a brother? Does he have a brother? Ya'ni uni akasi bormi? Keyingi shakli o'tgan zamon shakli had my got to phones, ya'ni endi mana eda o'rniga to ni qo'yyapmiz, to phones. Ikkita bo'lganligi uchun phone oxiriga s, ya'ni ko'prik qo'shimchasini qo'shyapmiz. Had my got to phones. Makda ikkita telefoni bormi? Ko'rib turganimizdek, bu yerda ham had bu yerda turardi, shu yerdan oldinga chiqyapti. Had my got to phones. Endi uni to do bilan berilgan shakli do Mac had to phones. Bu yerda ham to'g'rilash kiritish kerak. Do o'tgan zamoni nima bo'lardi? Did bo'lardi, to'g'rimi? Did Mac had to phones. Endi did magnetik qilib had o'tgan zamoni shaklini o'ziga tortib olyapti, to'g'rimi? Va had have ga aylanib qoladi. Did Mac have to phones? Ya'ni Macda ikkita telefoni bormidi? Va ikkala zamon shakli hammasi uchun bir xil. Will Sarah have a cup of tea? Ya'ni Sara bir chashka kofe, qahva iste'mol qiladimi? Bu have da yana bitta shakli bor ekan, demak iste'mol qilmoq. Ma'lum bir otlarni oldidan to have ni ishlatadigan bo'lsak, iste'mol qilmoq degan ma'nosiga tushadi. Yo bo'lmasam, darslarga nisbatan I have got my English. Ya'ni meni ingliz tili darsim bor. Bu degani u maqtanish ma'nosida aytmayapti. Meni ingliz tili darsim bor, sening ingliz tili darsing yo'q. Bu yerda aniq vaqt aytiladi. I have got my English at 6 o'clock. Ya'ni meni soat 6 da ingliz tili darsim bor. U 6 da ingliz tilidan kutubxonaga boradi. Bugungi darslarimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha bye.